man do'konga kirganda ham o'g'limga vazifalar beraman. Unga vaqt qo'yib qo'yaman. 5 daqiqa vaqt. Summa belgilab qo'yaman 100 ming. O'zini qo'yib yuboraman, sekunddan berib qo'yaman va unga shartlar qo'yiladi. Bu yerda bir paytda o'zida qarang, vaqtni hisobga olish kerak bola. Soati yo'q, taxminiy 5 minut qancha bo'lishini hisoblab olish kerak bola. Ikkinchisi, o'ziga taalluqli narsalarni ajrata olish. Uchinchisi, sroki o'tmagani. Buni ham tekshirib olish kerak. Narxlarni og'zaki hisoblash kerak. Ya'ni qo'yish kerak. Unga 5% xatolik koeffitsiyentini beraman. Ya'ni 100 ming so'm deb belgilasak, 95 mingdan tushib ketsa ham shart bajarilmaydi. 105 ming so'mdan oshib ketsa ham shart bajarilmaydi. Bir paytda o'zi bolada nazorat qilish, tahlil qilish, hisob-kitob, kassaga kelgandan keyin o'tkazadi va o'sha diapazonga tushsa, 95 ming bilan 105 mingning orasiga tushsa va o'ziga kerakli narsa olsa va o'sha sroki o'tib ketib qolmagan narsa bo'lsa, olib chiqamiz va unga yana 100 ming so'm bonus qo'shib beriladi. O'zi xohlagan narsasini oladi. Agarki bajara olmasa 94 ming so'm yoki 106 ming so'm qolsa, olmasdan chiqib ketamiz.